الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli jamoat, bizning bo'lib ko'rib turgan madrasangizda Hazrat Mavlaviy Hindistoniy Domla rahmatullahi alayhining atidagi madrasamiz. Bu yerda madrasamizning ochishdan maqsad shul Hanafi mazhabi Maturidiy aqidasida bolalarimizni tarbiyalab, kelajakda qori ilmi va amallarni chiqarish niyatida shu yerda ish boshladik. Bizning bu sizlarga xayrlig'imiz, shu madrasada kichkina bir kamchiliklarimiz bor. Hozirgi eng negizgisi shu bizga ataplina jirovlik bilan qamsizdi. Shu masala bolalarimizdan, o'quvchilardan mana sovuq tushib qoldi. Shu sovuqda bir qiyinchilik bo'lsin deb shu xayrlig'ini sizlarga basadik. Ya'ni elimizdan yordami bilan bu talabalarimizga bo'lajak qorilarimizga ihson qilsangizlar inshaalloh bu dunyoda ajr savob yetasizlar. Bundan keyin dag'in bir mana bu yotoqxonalarimizdan solg'onga qo'lga bir gilam palaslarimiz, undan keyingi mana bu bolalarga kiyim kechak qo'yishga bu shkaflar, shunday masalalarimiz bor. Va xolasa dag'in bularda davomiy bo'lishligida sizlardan ihson bir yordamlarni qilsangizlar inshaalloh barlig'imizga foyda bo'ladi. İnşallah bu madrasamizdan hozircha shul 50 o'ringa 50 o'rindu bo'lib solingan. Xudo xolasa bu yerda shul 9 dan bazasidan kelib bolalarni qabul qilamiz. Qur'on ta'limi, qorilik, yana fiqhiy ilmlarni olsa shu yerdan ilm olsa bo'ladi. Bizning bu madrasamiz Qadamjoy rayonining Uchqo'rg'on aylanmasida joylashgan. Bu madrasamizdan kamchiliklarimiz bit bo'lgandan keyin inshaalloh Xudo xolasa biz buni menlar to'xtabay dag'in boshqa ayillarga, boshqa bir joylarga da filiallarni ochib inshaalloh bu talabalarimizdan, yoshlarimizdan bu dinga xizmat qilishligiga bu yerlarda yaxshi bir joy bo'lib qoladi inshaalloh. Allohu alayhi va sallam muborak hadislarda kelib ittaqun nara va la bishiqqi tamratin. Sizlar o'zingizlarni xurmoning jartisini sadaqa qilib ko'rsadag'i to'zoq o'tidan saqtag'ila degan. Bu yerda bu sizlarning qo'shgan bu oz salimingizlardag'i biz uchun bir o'ta bir ko'p narsalarni chechet. Alloh taolo bu qila turgan xayriyat ihsonlaringizlarni dargohida qabul qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.